Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayman romlarimizni, uстановкalarini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimizning manzili Namangan viloyati Norin tumani Daryobo'yi mahallasiga o'rnatdik. Bu ishimizni Akifani originalidan oqidan qilib berdik. Oynalari bir qavat yo'duvi. Bu xonadonimizni romini uzunligi 15 metr. Bo'ylari 1.75. Jami 7 ta oralik. Mana qadrli kuzatuvchilar, ishlarimiz bir chekkadan ko'rsatib boraman. Bu birinchi oraligimiz, o'rtadan bitta qanot ochilgan. Keyingi oraligimizga 1.25 lik eshik uстановка qilindi. Buni yanada bako'ylari. Keyingi oraligimiz 4 qanotlik. Bunisida yana 1.20 lik eshik, yanada bako'yi 4 talik. Keyingi oraligimizda mana 4 ta ko'z tushdi. Bundan ham bittadan ochilish. Birinchi oraligimizda 5 ta ko'z tushdi. Bundan ham bitta ochilish. Har bitta ustunni oraligidan ochilishlar bor. Bu ishimizni sizlarga yaqindan ko'rsatib o'taman. Mana oynalari bir qavat yo'dvi, profillari Akifani originalidan oqidan ishlatildi. Xudo xolasa mana choy qismlari ham juda ham chiroyli holatda keltirildi. Ustunlarni ham mana doimgidek alkohollar bilan o'rab, ustunni oldi profillari ham mana katta profillar. Xudo xolasa chiroyli holatda o'rnashtirib berdik. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz ham mana zamonlari har doimgidek original, o'zini pechatlari bilan ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda. Navbatdagi eshigimizning zamonlari original, ham ligirovkalar chiroyli holatda. Uyimizni ichki tomonini ko'rsataman. Mana ichki tomoniga ham podokonnliklarni qo'yib chiroyli holatda uстановка qilib berdik. Endi biz o'rnatgandan keyin bu ustunlarni apishka qilib ichkarilarini o'radi. Romimiz ruchkalariga keladigan bo'lsak, romimiz ruchkalari ham doimgidek original Akifani o'zini pechatlari, mana petlarida ham ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda. Xudo xolasa juda ham chiroyli tekis o'rnadi joyiga. 25 lik podokonnliklar qo'yib berdik. Bu xonadonimiz oldin solingan uylardan ekan, endi bir sira kapitalniy remont bo'lyapti ekan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa liniyalarni ham tekis qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, bu ishimizni narxi 14.500.000 so'mga to'g'ri keldi. Uzunligi 15 metr, romni bo'ylari 1.75, oynalari bir qavat yo'dvi, olib kelib o'rnatishi hamma yo'g'i uстановка, hamma yo'g'i ichida 14.500.000 so'mga uстановка qilib berdik. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 88 01. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.